itkibi uchun pastlig'im chog'ladim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Bo'lsa alar ozim dashti adam, man hamulay soya kibi ham qadam. Kahfi baqo uchra alar bo'lsa gum, man hamulay robiuhum kalbuhum deydi. Ajoyib tashbih qilgan. Itkibi uchun pastlig'im chog'ladim deyapti. Ya'ni o'zimdan oldingi ulug'larga solishtirib ko'rsam, ularni oldida men itga o'xshab qoldim deyapti. Shunaqa past bo'lib qoldim. O'zimni chog'lash, solishtirish, itga o'xshab qoldim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Mayli endi it ekanman ularni oldida, itni bo'ynida nimasi bo'ladi? Arqoni bo'ladi. Shu itni buyuklarni ipiga bog'lab qo'ydim. Shular bilan ergashib ketaveraman deyapti. Bo'lsa alar ozim dashti adam sahrosiga ular qas qilib kirib ketsa, man hamulay soya kibi ham qadam. Ularning orqasidan soya kibi ham qadam bo'lib, qadamma-qadam ketaveraman men. Kahfi baqo ichra alar bo'lsa gum. Kahfi baqo sura Kahfda kelgan ashabi Kahfning g'ori. Agar ular baqo g'ori tomonga qarab kirib ketishadigan bo'lib, o'sha yerda uxlashadigan bo'lsa, man hamulay robiuhum kalbuhum. Qur'oni Karimda Kahf surasida robiuhum kalbuhum bor. Ashabi Kahfning 4-chilari it edi. It kibi uchun pastlig'im chog'ladim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Bo'lsa alar ozim dashti adam, man hamulay soya kibi ham qadam. Kahfi baqo uchra alar bo'lsa gum, man hamulay robiuhum kalbuhum deydi. Ajoyib tashbih qilgan. It kibi uchun pastlig'im chog'ladim deyapti. Ya'ni o'zimdan oldingi ulug'larga solishtirib ko'rsam, ularni oldida men itga o'xshab qoldim deyapti. Shunaqa past bo'lib qoldim. O'zimni chog'lash, solishtirish, itga o'xshab qoldim. O'zni biyiklar ipiga bog'ladim. Mayli endi it ekanman ularni oldida, itni bo'ynida nimasi bo'ladi? Arqoni bo'ladi. Shu itni buyuklarni ipiga bog'lab qo'ydim. Shular bilan ergashib ketaveraman deyapti. Bo'lsa alar ozim dashti adam sahrosiga ular qas qilib kirib ketsa, man hamulay soya kibi ham qadam. Ularning orqasidan soya kibi ham qadam bo'lib, qadamma-qadam ketaveraman men. Kahfi baqo ichra alar bo'lsa gum. Kahfi baqo sura Kahfda kelgan ashabi Kahfning g'ori. Agar ular baqo g'ori tomonga qarab kirib ketishadigan bo'lib, o'sha yerda uxlash